Siz gapirayotganda bunga qarab turay. Yo'q. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, qadrli talabalar. Universitetimizda tahsil olib, o'z iste'dodi va intilishlari evaziga e'tirof etishga arzigulik natijalarga erishayotgan yoshlarimiz haqida hikoya qiluvchi iste'dod loyihasining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Loyihamizning bugungi mehmoni Termiz davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi, Pekin shahar universitetining qishki ta'lim dasturi ishtirokchisi Sevinch Narzullayeva. Assalomu alaykum Sevinch. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush bo'ling. Sevinch, Xitoydagi ta'lim tizimi haqida suhbatlashsak siz bilan, bizning ta'limimizdagi farqli jihatlari nimada bo'ldi? Avvalambor farqli jihatlari va o'xshashliklari haqida gapirsam. Xo'p, farqli jihatlari Xitoy ta'lim tizimida ko'proq misol xonada bo'lsa, dars o'tilyapti, dars jarayonida har bir o'quvchiga individual shug'ullanadi. Ya'ni dars davomida turli keyslar beriladi. Shu orqali har bir talabani o'z fikrlash doirasi, hattoki xato fikr bergan bo'lsangiz ham to'g'ri yo'naltirish, jamoa bilan ishlashga ko'proq qaratiladi. Jamoaviy ishlar beriladi. Imtihonlar o'xshash. Shu midterm va final exam, oraliq va oxirgi imtihonlarga deyarli ular bir xil, lekin bizdagi ta'lim tizimidagidek emas, ya'ni xonada boyagi imtihonlarni topshirmaysiz, balki uyda o'zingiz mustaqil ma'lum muddat beriladi, misol 1 hafta berilishi mumkin. Shu muddat ichida bizdagi kurs ishiga o'xshab ketadi. 5000 talik yoki 10 ta so'zdan iborat bo'lgan esseylarni topshirish talab qilinadi. Keling, shu o'rinda baholash tizimi haqida ham to'xtalsak. Baholash tizimi o'zimizdagi oliy ta'lim tizimidek deyarli bir xil, ya'ni 100 ballik tizimda baholanadi. Oraliq va joriy yakuniy uchun bir xil belgilangan. Joriy uchun ham kunlik bahola boradi. Hattoki kichik bir o'zingizni fikringizni bildirsangiz ham inobatga olishadi. Oraliq esa guruh bilan ishlash kabi topshiriqlar beriladi. Unga ko'ra o'zingiz har bir qo'shgan hissangizga qarab baholanadi. Oxirida aytib o'tganimdek, shu essay yozish, insho, unda ham bir ikkita kriteriyalar bor, o'shanga ko'ra baholanadi. Darslar qaysi tilda olib borildi? Xitoy tilini o'rganish qanchalik oson yoki qanchalik qiyin bo'ldi? To'g'risini aytsam, boshida kutmagandim bu til menga yoqib qolishini. Chunki hech o'ylamagandim ushbu tilga duch kelaman va shunday do'stlar orttiraman deb. Dars jarayonlari ingliz tilida va o'sha Xitoy talabalari bilan bir vaqtda o'qiyotganim uchun ularga ham tushuntirish davomida Xitoy tilida ham olib borardi. Bu men uchun qiziq edi, chunki Xitoy tilini boshlaganman. Haqiqiy native speakerlardan haqiqiy Xitoy tilini eshitish maroqli edi. Shu ikki tilda aralash olib borilardi. Agar tushunmasam, ustozlar oldimga kelib alohida hattoki textbooklardagi har bitta betlarni ko'rsatib, kerakli bo'lgan resurslarni tashib berishardi. Adashmasam, til sertifikatini ham qo'lga kiritdingiz Xitoy tili bo'yicha. Shunday, dasturning so'ngida, adashmasam 8-dekabr kuni edi. Barcha o'sha tengqurlarimiz bilan birgalikda HSK imtihonini topshirdik. HSK 2 dan yetarli ballni qo'lga kiritdik. 200 balldan 163 ballni. Bundan juda ham xursandman. O'sha yil uchun men erishgan eng katta yutuqlardan bo'ldi. Tabriklaymiz shu o'rinda. Muborak bo'lsin. Chunki ham ingliz tilidan, ham Xitoy tilidan sertifikatga ega bo'lish uchun inson anchagina mehnat qilish kerak. Anchagina mehnat talab etiladi ham. Shunday. Ayniqsa bu Xitoy tili boshqa tillarga qaraganda umuman farq qiladi. Harflari ham har biri boshqacha ma'no anglatadi. Grammatikasi ham o'shaning uchun qiziqarli bu. Maroqli jarayon. Sevinch, o'qishdan bo'sh vaqtlarda nimalar bilan shug'ullandingiz? Xo'p, to'g'risini aytsak, Xitoyga borgandan so'ng o'sha imkoniyatdan foydalanish maqsadida faqatgina xitoylik emas, balki meksikalik do'stlarimiz bilan ham shaharni sayohat qilar edik. Shanba, yakshanba kunlari sayohat uchun vaqt berilardi. Bundan tashqari esa o'sha meksikaliklar bilan ispan tilida shug'ullanardik. To'g'risi o'zbeklarni til o'rganish borasida ustaligiga amin bo'ldim. O'rganishimiz boshqa talabalarga qaraganda tezroq nisbatan.
ham xitoy tili, ham ispan tili, ingliz tili, 3 xil tilda muloqot qilar edik, do'stlar bilan fikr almashardik. Universitetimizda rasmiy kanallarda ham kuzatib boryapmiz. Pekinning yozgi maktabiga ham, demak, talabalarga ishtirok etish imkoniyati taqdim etilganligi bo'yicha e'lon berildi. Savol tug'ilishi mumkin talabalarda, o'zi xorijda, aynan Xitoyda talabalarga, xalqaro talabalarga qanaqa imkoniyatlar yaratilgan deya. Xalqaro talabalar uchun imkoniyatlar cheksiz, to'g'risi. Yotoqxonaga keladigan bo'lsak, ko'pchilik qiziqadigan savol, yotoqxona alohida xalqaro talabalar uchun. Xavfsizlik jihatidan ham 100% kafolatlangan. Alohida elektron kalitlar beriladi, begonalar kiritilmaydi. Har tomonlama xavfsizligingiz faqatgina o'sha universitet tomonidan emas, balki davlat tomonidan borgan paytingiz politsiyalar o'zlari nazoratga olishadi. Keyin bundan tashqari bilamizki, Xitoy juda ham madaniyati, tili qadimdan mashhur bo'lib kelgan eng qadimgi millatlardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun o'zining millatini yanada bizga tanishtirish uchun, madaniyatini tanishtirish uchun har chorshanba kunlari bizni tarixiy joylarga olib borishardi va ular haqida ma'lumotlar berishardi. Xalqaro talabalarda bo'lgan savollarga barchasiga javob berish imkoniyati mavjud edi. Bundan tashqari esa o'sha borgan universitetimizdagi kampuslar, ya'ni maktablar, har bir maktab bir sohaga ixtisoslashgan edi. Borganimizda Xitoy tili, ispan tili, keyin moliya, iqtisod bo'yicha ixtisoslashgan maktab bo'lganligi bois o'sha talabalar bilan siz teng imkoniyatdan foydalanib fikr almashish bo'lar edi. Ajoyib. Kelajakdagi rejalaringizga bu jarayonlar qanday ta'sir o'tkazdi? To'g'risini aytsam, mana bilamizki, O'zbekiston va Xitoy o'rtasida yaxshi aloqalar yo'lga qo'yilmoqda. Ishonamanki, kelajakda ham shu Xitoy bilan yanada mustahkam aloqalarni o'rnatamiz. Bunga yoshlar, biz o'z hissamizni qo'shamiz. Xitoy tili bo'yicha ham mahoratlarimni oshirmoqchiman. Chunki bu yanada ular bilan birga fikr almashishimizga, qandaydir katta loyihalarni yo'lga qo'yishimiz uchun yaxshi yordam beradi deb o'ylayman. Bundan tashqari ham do'stlar orttirganmiz. Ular doimo yordam berishga tayyor. Kelajakda yangi loyihalarni tashkil qilsak, birgalikda ular bilan ishlashga tayyormiz. Biz ham bunga tilakdoshmiz. Sevinch. Loyihamizning eng so'nggi savoli bilan sizga yuzlanmoqchiman. Termiz davlat universiteti siz uchun. Termiz davlat universiteti men uchun imkoniyatlar eshigi. Bilasizmi, maktab qanotidan endigina chiqqan bir kichkinagina qizcha uchun mana shu universitetdagi professorlardan, ustozlardan ilm egallash, bir umrlik do'stlarni orttirish va fikr almashish, ilm almashish va bundan tashqari umuman xayoliga kelmagan dunyoni bir chekkasiga borib kelish va u yerdagi imkoniyatlardan foydalanish yo'lini ocha olgan faqatgina Termiz davlat universiteti. Bundan juda ham minnatdorman va faxrlanaman. Fursatdan foydalangan holda ustozlaringizga, ota-onangizga, demak, aytishni istagan lekin ayta olmay yurgan so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, yo'llashingiz mumkin. Avvalambor shunday imkoniyatni berganingiz uchun sizga rahmat. Ota-onamga avvalambor rahmat aytaman. Shu kungacha meni qo'llab-quvvatlab kelganlari uchun. Chunki to'g'ri, hamma talabalarda ham bu imkoniyat bor, lekin aynan ota-onasi tomonidan bu qo'llab-quvvatlanish boshqacha yutuq deb hisoblayman. Va shu bilimlarimga doimiy o'z hissalarini qo'shib kelgan ustozlarimga, universitetdagi barcha ustozlarimga, maktabda o'qitgan ustozlarimga barchasiga tashakkurimni aytib qolaman. Nasib kelajakda sizlarning yuzlaringizni yorug' qilish uchun yanada harakat qilaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Ishtirok uchun rahmat. Rahmat. Azizlar, bu iste'dod loyihasining navbatdagi sonida. Sahifalarimiz orqali bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.